Bular qora tochka emas. Bu ham qora tochka emas. Bular ham qora tochka emas. Bularning hammasi salniy nit, ya'ni yog' ipchalari. Bular tashqaridan xuddi qora tochkalarga o'xshab ko'rinadi, lekin terining bir qismi hisoblanadi. Salniy nit bu yog' bezlarining ichki yo'li hisoblanadi va ularning vazifasi teridagi yog'ni tashqariga chiqarib berish. Bu narsani siqib tashlaganingiz bilan 2-3 kundan keyin yana paydo bo'lib qolaveradi. Xuddiki sochni olganingizda yana qayta o'sib chiqqanida siz salniy nitlarni qanchalik siqib tashlaganingiz bilan u narsa 2-3 kundan keyin yana chiqib kelaveradi. Agar bu yog' ipchalarini vaqtida tozalab turmaydigan bo'lsangiz, xuddi tashqaridan qora tochkalarga o'xshab ko'rinadi. Salniy nitni qora nuqtalardan ikkita farqi bo'ladi. Uni birinchi farqi terida bir xil joylashgan va razmeri bir xil bo'ladi. Qora nuqtalar bo'lsa terining xohlagan joyida bo'ladi va ularning hajmi turlicha bo'ladi. Ikkinchi farqi bo'lsa, salniy nitni siqqaningizda xuddi ipga o'xshab uzun bo'lib chiqib keladi. Qora nuqtalar bo'lsa siqilgan payti xuddi donachaga o'xshab chiqib keladi. Bu yog' ipchalari yuzingizda ko'rinmasligi yoki sezilmasligi uchun siz BH kislotli tozalovchilardan foydalanishingiz kerak. Undan keyin niasinamidli krem yoki serumlardan foydalanib yuzingizda parvarish qiladigan bo'lsangiz, bu narsalar sezilarli darajada kamayadi. Agar siz ham bu narsalarni shu vaqtgacha qora tochkalar deb o'ylagan bo'lsangiz, hoziroq menga obuna bo'ling, chunki o'rganishingiz kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p ekan.